Ele Nazarbek ittifoqi sentridan bir etajli chiroyli современный uy qidirayotgan oq ukalarga atmetka qilib qo'yinglar. Buni narxini 65 ming dedilar. Men aytdim, "Aka, kelishtirib bering, oq ukalarimizdagi yangi to'y qilib okalarimiz bor. Shularga narxini arzonroq qilib bersangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi" dedim. 62 mingga berib yuboraman dedilar. Xo'p, ko'rinishi, uzunligi 230 sotik, 5 xonali. Ele hovlimiz 5 xonali ekan, 230 sotik. Qarang, xonalarni juda bir chiroyli, tayyor gips kardonlarni qilib qo'yganman dedilar. Malarli ishlari qolgan ekan. To'g'riga tapchanlarni qo'yib, rayhonlarni ekib qo'ysanglar, yaxshi radnoyim zalotoyim yaqinim. Xo'p, bu bitta xona, bu ikkinchi xonasi. Xo'p, men burchagiga sanuzel. Juda bir ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Domdan charchadim degan o'q ukalarga Nazarbek hovli. Endi buni oynasi bu yoqda turgan ekan. Xudo xolisi yana narxini "Alo, aka" desanglar kelishtirib beradilar. Bu ikkinchi xona ekan. Hop, bu uchinchi xonasi. Patalolar hammasi gips kardon bo'lgan, bu oshxona ekan. Radnoyim zalotoyim yaqini bog'cha, bozorcha, maktab, masjid shuni yonida ekan. Pastki egalarning nomerini yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib bosinglar.